1 metr kvadrati 292 dollardan Sardoba bozor ro'parasida joylashgan mana shu domimizning eng baland qavatdan kvartira sotuvga qo'yildi. Ushbu kvartiramiz asosiy zinasidan 2 etaj ko'tarilamiz va bu tomonimizga 3 etaj ko'tarilamiz. Shunda biz 5-qavatdamiz hozir. Eshikdan kirganimizda sanuzullarimiz keng qilib alohida planirovka qilingan. Mana bu yerda esa mehmonxonamiz joylashtirilgan. E'tibor berib qo'yasiz, kenggina mehmonxonamiz ham kattaligini ko'rib turibsiz. O'zini alohida yopiq balkoniga ham ega. Bu tomonimizda Sardobani stankasi shunday ko'rinib turibdi. Hamda 5 qavatli domni 5-qavatda joylashgan ushbu uyimizni keyingi ko'radigan xonasi bu oshxona hisoblanadi. Oshxonamizni mana shunaqa joy, mana bu yerdan bu yoqqa mebelni yasatib olsangiz bo'ladi, lekin mana bu joyda ahamiyat berib qo'yasiz. 6 metr atrofida o'zining balkoni bor. Oshxona balkon ko'chirib bu joyni shunday yopib qo'yadigan bo'lsangiz, bitta bolalar xonasi sifatida ham foydalanishingiz mumkin. Kattalarga mo'ljallangan yotoqxona esa aynan mana shu yerga joylashtirilgan. Bu domimiz to'liqligicha pishiq g'ishtda qurilgan. Kvartiramizning kadastr hujjatlari tayyor holatda ekan, nomingizga oformlik qilib o'tkazib berishadi. Ushbu domimizning plashatkasi keng, bolalar o'ynash uchun alohida sharoitlari ham bor. Narxiga keladigan bo'lsak, 20.500 dollar va bo'ladigan narxi juda ham arzon narxda qo'ydik. Ekranda telefon nomeri videoni pastda aloqaga chiqib shu kvartirani sotib olishingiz mumkin.